9-chi masalada m teng 10 gramm massali o'q v teng 100 metr sekund tezlik bilan harakatlanib, prujinaga mahkamlangan bruskokka noelastik uriladi. Bunda prujina qanchaga siqiladi? Demak, santimetrda so'ragan, massalar berilgan, birkeliklar berilgan. Demak, chizmadan ko'rinib turibdi. M massali o'q katta M massali bruskokka kelib uriladi va unga yopishib qoladi, ya'ni noelastik to'qnashadi va prujinani siqadi. Demak, bu masalani ishlashimiz uchun dastlab birinchi impulsni saqlanish qonunidan foydalanishimiz kerak. Demak, impulsni saqlanish qonunidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni impuls saqlanish qonunida to'qnashmasdan oldingi impulslar yig'indisi to'qnashuvdan keyingi impulslar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni to'qnashmasdan oldin faqat bitta impuls bor edi, mv degan impuls bor edi. U teng bo'lishi kerak. To'qnashgandan keyin demak, katta M bruskokka yopishib qoladi. Ya'ni katta M plus kichik m ikkalasi birgalikda qandaydir bir u tezlik bilan harakatlanadi deb olamiz. Demak, ikkalasi birlashib qandaydir bir u tezlik bilan prujinani siqa boshlaydi. Demak, bu yerdan ana shu u tezlikni aniqlab olsak, mv taqsim m plus m ga teng bo'ladi. Endi buni hisoblasak, demak, kichik m deganimiz 10 gramm edi. Bu degani 0.01 kilogramm bo'ladi. Tezligimiz demak bu 100 bo'lingan. Demak, 0.01 katta m'imiz 1.99 ekan. 1.99 ga 0.01 ni qo'shsak 2 bo'ladi to'shlik. Endi bu yerda uni ko'paytirsak, demak 1 taqsim 2, ya'ni 0.5 metr sekund kelib chiqadi. Demak, bruskok o'q bilan birgalikda 0.5 metr sekund tezlik oladi va prujinani siqa boshlaydi. Demak, ikkinchi holatda endi energiyani saqlanish qonunidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni birinchi holatda kinetik energiya bor edi. Kinetik energiya va prujinani siqib to'xtadi. Demak, prujinani barcha energiya, ya'ni kinetik energiya prujinani siqishga sarf bo'ldi. Demak, prujinaning siqilishdagi energiyasini potensial energiya deb olamiz. Demak, bu yerda kinetik potensialga teng bo'lyapti. Ya'ni kinetikni o'rniga m plus m u kvadrat taqsim 2 barobar k delta L ni kvadrati taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni prujina qandaydir bir delta L masofaga siqiladi. Endi biz shu yerdan delta L ni topishimiz kerak. Delta L ni topadigan bo'lsak, 2 lar qisqarib ketadi. Bu yerda delta L ni topsak, m plus m bo'lingan k ildiz ostida qoladi. Ko'paytirilgan u demak tashqariga, ildizdan tashqarida qoladi. Chunki uni kvadrati ildizdan chiqib ketadi. Endi buni hisoblasak, demak m plus m 2 ga teng edi. K deganimiz bizda 200 ga teng ekan. 200 bu ham ildiz ostida. Ko'paytirilgan u deganimiz 0.5 chiqqan edi. Xo'p, demak 2 bilan 200 ni qisqarsam pastda 100 qoladi. 100 dan 10 chiqadi. Demak 0.5 ni bo'lamiz 10 ga. Bu degani 0.05 metr degani. Endi buni santimetrga o'tsak, 5 santimetrga teng bo'ladi. Demak, bu masalamiz javobi 5 santimetr. A javob ekan.